Assalomu alaykum menga o'rtoqlar. Like bosib o'ramiz. Zo'r narsalar ko'rsataman. Narxiga arziydigan, sotsa normalni foyda qiladigan. Kimga agar zakaz bermoqchi bo'lsalaring Telegram gruppani telefon nomer qoldiryapmiz. Telefon nomerdan Telegramdan yozasizlar o'rtoqlar. Telefon qilsalaring ola olmayapmiz sabablarga ko'ra. Biz sizlarga yaxshi narsalar ko'rsataveramiz. Sizlar zakaz bersalaringiz beraveramiz. Qo'qon bozoridamiz. Qo'qon bozorida sotilyapti turgan narxlar, optim narxlarni aytib o'tamiz. O'zlaring ko'raverasizlar. Ma'qul kelsa like bosib, kommentariy ham bosib o'raverasizlar. Xo'sh, bo'lmasam hozir o'rtoqlar, mana narsa bor-ku. Endi hamma joyda har xil, qayerdadir 38, qayerdadir 40 sotilyapti boshqa. Lekin bu yerda mana optim joyi. Razmerlari 58 gachami, 60 gacha razmer. Shtampl eng xadovoy narsa bu. Yosh katta onaxonlarimiz asosan uychiga, apalarimiz uychiga mana shunaqa kiyadigan narsa. Bitta kiyib turib, haliga nima deydi? Puliga achinmasdan tashlab yuboraverasiz-da. Bitta olganda o'zingiz uchun 5-6 ta olsangiz bo'laveradi. Bir sezon mana shu 5-6 xil narsani kiyib yuraverasiz. Sababi narxi juda arzon. Optimga narxi 35 ming so'mdan bo'layapti ekan. Mana shu birinchi qator, ikkinchi qator opshi ketaveradi 35 ming so'mdan. Optim narxini aytyapmiz. Shu avion ko'p oladiganlar uchun mana ko'ryapsizlarmi? Yig'ilyapti. Ana ko'ynaklarda orqasi shunday to'la 2 qator, 3 qator tepagacha to'la yotibdi. Aviomchilar chiqarasizlar. Hamma viloyatlarga dastavka bor. Esanga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham yetkazib beriladi. Bu fason keyin hamma joyda ketadigan narsa. Sababi uychiga kiyadigan narsa bu. Buni kiyib olib to'yga bormaysiz, uychiga kiyadigan narsa. Narxi 35 ming so'mdan achinmayman deb olib turib kiyib tashlaverasizlar, to'g'ri? Xo'sh, endi mana bu yerda yangiliklarimiz bor. Xo'sh. Tepa. Kimda mana ularimiz bu bambuga bular, ha? Xabi bambuk. Bular mana tomon 40 ming so'mdan optimga bo'lyapti ekan bular. Razmerlari bularniki 48 dan 56 gacha dedik. 48 dan 60 gacha. Bularimizniki 52 gacha. 50 dan 54 gacha ekan razmerlari. Ranglari, gullari bor. Shunaqa qilib pachka-pachka qilib olaverasizlar. Endi mana tomonda ham ko'rsataylik. Mana shu atlas juda yaxshi ketyapti. Hammani etagini ham ko'ringlar, juda keng. Kelinchaklar uchun uchiga bu ham shimlari ham mana kengina. Narximiz qancha buniki? 45 atlas. 45 ming so'm atlas. Mana ularimiz 40 ming so'mdan ekan. Mana zamogli ham o'sha hisobga ketadimi yoki bu boshqa narxmi? U boshqa narsa, u ham 45. 45 ming so'mdan, mana zamoglimiz ham 45. Tepamiz mana shulardan ekan. Hammasini tanishtirib o'tdik. Endi hozir bu tomonga ham o'tamiz. Mana bu yerda narsalarimiz bor. Bularni ham bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xabarlarimiz bor ekan. Aka, mana xabar nechta pul optimga, nechta pul beryapsiz buni? Bozorda nechta puldan sotyapsiz? 43 ming so'm. Xabarning o'zali plotnisi yaxshi ekan, bu. Yaxshi ekan. 43 ming so'm optimga bo'lyapti ekan bular. Ranglari bor. Zakazi beraverasizlar. Xo'sh, endi mana tomondamizdagi narsalar bor. Bular ham razmerlari yaxshi bo'ladi. Narxini qancha deysiz? 85 ming deysizmi? 95 ming deysizmi? 95 ming so'm optimga ekan. Ancha mehnat ketgan. Xabar birinchi sort, materiali birinchi sort o'rtoqlar. Shunga ahamiyat beramiz. Ranglari, gullari hammasidan bor. Xo'sh, mana tomonimizni 85 ming so'm deyishdi. Razmerlari ham keng, lozimlari ham keng ekan. 85 ming so'm tomonniki optimga narxi. Mana ko'ringlar. Tikuvlari zo'r, sifati zo'r narsa. Mana ranglarni ko'rishlari mumkin. Mana tomonimiz nech puldan dedingiz aka? Mana ular optimga mana shular. 60 ming so'mdan optimga ekan. Razmerlar nechi? 54, 56. Razmer ham bamani ekanda. Endi mana yo'paramizdagi mana 3 tamiz aytib yuboring. Shularni 75 ming so'm. 3 ta razmer 48-52. Mana tomonimiz ekan. 60 ming so'm. 50-52 bo'ladi. 50-52 razmer. Mana qaychi yoqalilar? Ular 70 ming so'm beramiz. Bular standart bo'ladi. 70 ming so'm standart. Endi standart degani shu 50-52 gacha tushadi. Mana ularimizni 100 ming so'mdan dedingiz, yo'para degan-a? 100 ming so'm. 60 gacha razmer. 60 gacha razmer, 100 ming so'm optimga. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Ozgina bitta narsalar bor, ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha. Ana bu yerda ham oddiy misol mana mana ko'rsataylik. Egalari yo'q. Mana akamiz ham topishdi. Duvoykalar bor ekan. Duvoykalar nechi pul ekan? 120 optimga? 105 ming optim. Mana yo'paridagilarni ko'rasiz.
Ular podrastkovoy 75 ming. Ha, 75 ming so'mdan podrastko. Shuylar ham bor ekan, boshqa bunalar ham bor ekan. Futbolka achyapman shuni. Optimga. Ha, bu Toshkent. Ola 35 ming so'mdan, ha? Optimga. Rahmat, buni tanishtirib o'tdik. Keyin yana nimalarimiz bor hozir? Nimalar ko'rsatib o'tsak bo'ladi? Mana ishlarni ishlab chiqarish o'zingizdan aka. Syomka qilyapti turadi, maylimi? Rozichiliklarni oldi, yangiliklar ekan. Bu narsalar hali yo'q. Aka, necha puldan beryapsiz pachkaga? Mana yo'paradigilar. Tepadagilar 95 chiqadi. 95 ming so'm. Razmeri 48, 50, 52 ga tushami yoki 50 gachami? Yo'q, 48 dan 52 gacha. 52 gacha. 95 ming so'm. Mana pasanasi aka? Bazanasi standart razmeri 100 ming. 100 ming so'mdan bo'lyapti. Mana ularimiz aka, bularimiz. Bular o'zi doim chiqadigan narsa ekan o'zi. 85 ming so'm. Buni tomonimiz aka? 85 ming so'm. Mana ular 80 ming so'mdan вообще zo'r. Ammo material ushlaganda bilasa, yaxshi shtampil va shu sirazi bilinadi. Yaxshi ekan. Mana tomonimiz aka, mana tomoni. 65 dan aka. 65 ming so'mdan. Mana shu 95. 95 ming so'm. Razmeri ham aka bilinib turibdi. Yaxshigina olingan ekan. Razmeri nechigacha tepaliklarda aka? Tepaniki 60 gacha razmer. 60 gacha razmer. Materialni shunday ushlasangiz o'zi bilasiz. Yaxshi bekorga misol hammada har xil, lekin hamma narsa o'zini sifati, mehnatiga yarasha. Narxlar optim narxda yaxshi. Ana ulardan aka 65 ming so'm mana bular. Xullas bozorda o'rtalar. Aka rahmat, syomka qol. Stanka bozordamiz, kelaverasizlar. Mabodo degan joyga o'rtalar. O'ynaylar bor. Mana tomon syomka qiladi, mana shtamplar bitta 38 ming so'mdan optimga bo'lyapti. Avianga zakaz bersangiz qilib berilaveradi. 38 ming so'm optimga bitta. 38 ming so'mda optimga. Shunaqamidi? Ha. Stanka bozor bosa bo'lyapti. Bular qildi, Telegramga o'tsalarni guruhdan tashlab qo'yapmiz, chiroyli qilib zakaz beraverasizlar. Sizdanmi aka bu? Ichkaridan. Assalomu alaykum aka, tuzamiz. Syomka qilib turadi, narx-navolar aytib o'tkazsa bo'laverami aka? Optimga necha pul beryapsiz shuni? Pachkaga? Ha, pachka narx. 45 ming. 45 ming so'm pachka. Pachkasi. Ha, pachka. Ha, yangi kaltalarchi? 35 ming. 35 ming so'm. Shunda bir donasi necha pulga tushadi aka? 12 ming. 12 ming so'm. Ha, shuni aytsangiz yaxshi. 12 ming so'm. Mana ular aka necha pulga tushadi shunda donasi? 15 ming so'm. Aka mana dvoykalarchi, dvoykalarmiz. 50 ming so'm dvoyka. Mana orqadagi futbolkalar ham o'zlarini ishlab chiqarishlaymi aka mana? Necha pul? 22 ming so'm. Ammo mana shu boplab qo'yibsizlar, mana shu. Bekorga Xitoy demadi ikkida. 25 ming Turk xabar. Ha, Turk xabasi. Mana shuni aytyapsiz aka? Ha, mana shu boplab pishibdi, sifat zo'r. Turk xaboman ancha keladi, 25 ming so'm. Oho. Ha, qaranglar, 25 ming so'm. Bunda har xil ranglari bor ekan. Ishlab chiqarish o'zlaridan. Mana BMW-larchi aka, BMW ham Turk xabami. Adresko 10 mingni. 10 ming so'm. Mana futbolka 10 ming so'm. Nima olasiz 10 ming so'mga? Mana ko'ringlar. 10 ming so'm. Har xillardan chiqarilgan. Hammasi o'zlarining ishlab chiqarishlari. Bitta qishkilar ham bor ekan. Bosib olasizlar. Qo'qon kelinglar bir. Savdo soat. Aka rahmat. Ha. Kelinglar bir. O'zi narx-navolarni bir ko'rsalaring o'zi hayron bo'laverasizlar. Shapkalar ham bor, shapkamiz qarang, shapkalar bor. Qo'ldan kelgancha bunday qilib o'tib ketaveramiz. Shapkachalar. Aka nechi pul ekan shapkalar? Assalomu alaykum. Pachka. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Bular ham shunaqa? Yo, bular arzonroqmi? Ko'proq sayz arzonlatib beramiz aka. Ha, 15 ming so'm beryapmiz. ko'proqqa tushib berishar ekan. 14 ekan ko'proqqa. Bularchi aka, bular ham shunaqa? Bir xil. 15 ming so'mdan mana shu tomon polnosti ekan. Katta razmeri nima edi endi? Ammo yomon chiroyli qilib qo'yibsiz. Ishlab chiqarish o'zlaridan mana shu. Dahshat chiqibdi uni, 18 ming so'm.
Qaranglar mana manzara. Juda chiroyli qilib terib pishgan. Kelib Stanka bozor. Kelib bemalol mana shu narsadan xayr qilib kelsalaring bo'laveradi. Aka rahmat. Yana nimalar bor? Mana panamalar bor. Mana shular ham akshi arzon. Nech pul ekan panamalar? Optim. 9 ming so'm. Optimga 9 ming so'mdan ekan tanlab olaverasizlar. Mana Adidaslar ham shunaqami? Hammasi bir xil. Mana shu tomon polnis 9 mingmi? Bu tomon ham 9 ming. Birinchi qatorda Xitoy bor 12 ming. Ha, mana bu 12 ming so'm. 9 ming so'm. İyi ha mana. Hashaydi siz nima? Haliga internetda chiqib ketyapti. Beda press hozir. Hayron bo'ldim. Mana shu narsalar aytishdi. Nech pul dedingiz uni akalar? 12 ming so'm optim narxi. Rangi, guli, hamma narsasi bor. Bu o'zing hadavoy narsa. Xullas ishlagani, qabaqa ketgani, savolaydigan narsa. Narxi zo'r. Uni ham aka o'zingizdan chiqaryapsizmi? Zo'r. Sizlar narxini bitta aytib yuboring endi. 10 ming so'm tanlab olaveramiz. 10 ming so'mdan tanlab olish kerak. Kepkalar. Xitoy? Ha. Mana kepkalar bor ekan bu yerda. Bu ham Xitoymi bu ham hozir? Nech pul bu Xitoydagi? Mana shu tomon kepka. Optim. 15 ming so'm. 15 ming so'm, mana ular 20 mingdan. Ha, zo'r. Xitoyda kepkasini dona olsak, kami 80 ming, 100 ming olinadi. Mana arzon optim narxi. Mana ularchi, mana shular zo'rda. Bular nech puldan? 18 ming so'm optim. Qaranglar, donaga faqat 2 ming so'mgina qo'yib sotishar ekan xolos. Optimga 18, donaga 20 ming so'mdan deyishyapti. Bu tomon ham Xitoy ekan, men aytaman. Vay, nimalar ko'ring. 25 ga 2. Mana ularchi? Bu ham Xitoymi? Nech pul? Nech pul? 22 ga 25. Ko'ryapsizlarmi? Ha, 24 25 deyishdim. Ya, ko'ringlar. Hammasi Xitoy ekan bu yerda. Ishlab chiqarish yo'q. Narxi nima deysizlar? Xitoy kepkasi yaxshi zo'r narx. 23 ming. Optimga. Mana uchi quloqchali. 25 ming so'm. Mana shu o'rta qator 25 ming ekan. Mana 1, 2, 3, 4 qator. Bugun maza qilib obzor qiladigan. Mana hozir men ko'rsatamiz. Hamma narsani shunday ko'rsatib ketaveramiz tingillatib. Assalomu alaykum. Kepkalarda shuni narxini aytib yuborasiz. Mana shu setkasizlar. Ha, mana umi? 15. 15 ming so'm. Setkalichi? 13. 13 ming so'm. Bular Uchala qator 18. 18 ming so'm pachkaga. Birinchi qator 18. 18 ming so'm birinchi qator. 25 ming. 25 mingga. Aha. 18. 18 ming so'm. Bu bilan mana uni farqi pashta yo'q-ku. Farqi anchagina. Tikuvida bor ekanda bu. Hali ahamiyat bergan odam. Mana bu 25 deyishdi, mana uni 18 deyishdi. Buni farqini ko'ringlar. Uchala qator 15 mingdan. Mana 15 ming so'mdan, ha? Bundan buyoq 13 dan. Bo'ldi. Bag'i 13 dan tanlab olishaveradi. O chekkada oxirgidagi 15 ming. Ha, mana tar, ha. 13 ming so'm, 13 ming so'm. Ha, bo'ldi. Mana o'sini aytdingiz, ha? 15 ming so'm ekan shu. 13 ming so'm, 13 ming so'm, 13 ming so'm. Mana hammasi pachkalar yotibdi. Bu tomoniga o'tamiz. Kesalaring bir ko'rsalaring bo'ladi. Bugun uzunroq video, lekin charchab qolmaydigan video. Mana ularda nech puldan esimdan ham chiqib qoldi. O'zlari ketib qoldi. Bular ham arzon, bilmayman shu 20 mingmi, shunaqa atrofda dedi. Adashmasam 18-20 mingdi. Hamma joyda. Mana ular nech pul edi? 14 ming so'm, ha? Pachka. Mana ularchi qizchalak. Ha, mana bu. Bular 18 ming so'm. 18 ming so'm. Вообще zo'r. Olib bemalol foydalansa bo'ladigan. Mana soldatskilarchi bular.
14 ming so'm. Ha, 14 ming so'm. Shapkani va shu makoni. Ha, ular menimcha 8-9 mingmidi? 9 ming so'mdan mana ular panamalar. Hammasi 9 ming so'm. 10. Mana yapti so'rab ketay. Mana uni ham aytib yuboring endi narxini. Shu ham o'sha bir 15 On- ming. Mana qarang. Ha. Shu tomon 15 ming. 15 ming so'm, 14 ming so'm. Ha. Mana kattasi 18. 18, 15, 18 ha. Kametni beramiz. Shunaqa to'g'irlab berishyapti. Aytlaylik. Mana uni ham aytib yuboring, to'kinni. 18 ming so'm. Oxirigacha. Xo'p, 18 ming so'm. Hop. Bular Xitoymi, o'zimiznikimi bular? Xitoy. Manitlarimiz chepa. Nima qilib hisoblab turaymi? Ha. Mana qatorimiz chepa. To'liq hammasi shunaqa. Ha, bo'ldi. 18 ming so'mdan. Shu bepul narx. Bosorasizlar. Uzoq video bo'ldi, bir sayohat qilgandek bo'lasizlar bugun. Rahmat aka, sog' bo'lasizlar. Mashtan yuramiz. Ko'ynaklar. Ko'ynaklarni ishtirlanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bu? 30 ming pachka. Pachka 30 ming so'm. Ha, izlasangiz chiqaveradi. Mana qaranglar. Makoni bu, makon. Taklashib oling. 30 ming so'mdan razmeri nechigacha? 50 dan 64 gacha. 50 dan 64-razmergacha. Voy bayo. Bayram. Mana 30 ming so'mdan. Optimga 30 ming so'm. Hozir ko'rib. Qasdan chiqyapsizlar har kuni, apa? Ha, bugun sartirovka. Aha, rahmat. Mana detiskimiz bu. Detiskini ham bir aylanamiz. Keyin ketamiz. Assalomu alaykum. Indamasan kamera bilan kelaman. Xohlasangiz, xohlamasangiz narxni aytib ketaverasiz keyin. Endi siz bitta aytib olavering, endi o'zingiz aytganingiz yaxshi-da. 35 ming so'm. 35 ming so'm. 35 ming so'm. Razmerimiz nechigacha tushardi? 3 yosh, 5 yosh, 4 yosh, 6 3 yosh, 5 yosh, 4 yosh, 6 yosh. Xo'sh, ketdik endi. 5-7 yosh eng chekkadagi. Ha, 5-7 yosh. Pachka 38. 38 ming so'm. Mana mayka shortinglar bag'i Ular 25 ming. 25 ming so'mdan optimga bo'lyapti. Xullas zo'r. Joylarni tushuntirib o'tib ketay. Stanka bozorida mana o'rta darvozasi, mana paypoq qator bor. Stanka bozorida nimasida? Paypoq qatorida mana o'rta darvozasi bor. Shunday kirasizlar, o'zi yo'parida mana shu ko'rinib tursa. Endi siz ham ovoravering. Mana shu ko'rinib tursa, mana shu yoqda o'zlar kelaverasizlar. Narxlari yaxshi, sex o'zlaridan aloqaga chiqaverasizlar, kelaverasizlar, xullas bosaverasizlar. Rahmat. Endi men aytaman o'zim. Hozir bu eng hadavoy narsa bu. Mana nech pulida? 8 ming so'm optimga. Tanlab olinglar, 8 ming so'mdan. Bitta quritib puliga ishlayapti. Bularimiz shu 9 mingligimi, adashmasam, 9 ming so'm bular. Hammasini aytdi, anaqdagilar. Hozir aytgan joyimizda davomisi bu, davomi. Nima buni aksiya qilib yordingizmi buni? 15 mingmi bu? Ikkitasi. Ikkitasi 15 ming. Ammo sizlar shu bepul qilib qo'yamapsiz-da. Ikkitasi 15 ming. 13 minglar davom. Yo, o'sha bilinib turibdi o'zi. Bir donasi 13 ming so'm bo'lgan. Optimga hozirda 15 ming so'mga ikkita berishyapti ekan. Kelinglar mana. Darvozani mana Stanka bozor darvozasini shunday kesalanib bitta kirganlar shu kalla uriladi o'sha yerga. 13 ming, 14 ming, 15 ming mana shu narsalar hammasi. Yaxshi, zo'r maza qilib. Faqat avion, optim, rahmat aytmayman. Mana, hammasi mana shularga qarashdi, kelaverasizlar. Bomba, hamma narsasi o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha endi. Assalomu alaykum. Aka, siz hamsiz, charchamasdan. Qo'ldan kelgancha syomkani qilib oldik. Xohlasa, layklar bosaverasizlar.